Greenleaf korporatsiyasining iLife brendiga tegishli 5 tasi birda ko'p funksiyali kir yuvish kapsulalarini obzorini qilib ko'rsatmoqchiman. Ushbu kapsulamizni, ya'ni bitta kapsulada ham tozalash, ham xushbo'ylantirish, ham rangni himoya qilish, ham bakteriyalarni yo'qotish, ham kanalarni, ya'ni chang kanalari, ruschasiga klesh deydi. Mana shu kleshlarni yo'qotish funksiyasi birlashtirilgan. Kapsulamizni afzallik tomoni shundaki, unda barqaror hid va toza himoyalangan kiyimni ta'minlab beradi. Mahsulotning sterilizatsiya darajasi 99.2% ni tashkil qiladi. Tabiiy, nafis va yoqimli tabiat iforini taratadi. Daniyadan import qilingan fermentlar turli xil kelib chiqishiga ega dog'larni chuqur parchalab tozalaydi. Barcha tarkibiy qismlari xavfsiz. Oqartiruvchi modda tarkibida xlor va fosfor yo'q. Sellyuloza va rangni himoya qiluvchi vositalar kiyimlaringizni yuvilgandan keyin yanada yumshoq va yorqin qiladi. 5 tasi birda ko'p funksiyali kir yuvish kapsulalari kiyimlaringizni silliq, himoyalangan va yorqin bo'lib qolishiga yordam beradi. Foydalanish xususiyatlari esa kiyim miqdori 3 kilogramdan kam, taxminan 6-10 dona bo'lsa, bitta kapsula ishlatiladi. Ishlatishdan oldin qo'llaringiz quruq bo'lsin, tez yuvish rejimidan, ya'ni 18 daqiqadan kam rejimdan foydalanmang. Kapsulani har doimgidek kir yuvish kukuni solinadigan bo'limga emas, barabarning ichiga joylashtirasiz. Tarkibi fermentli essensiya, rangni himoya qiluvchi komponent, oqartiruvchi modda. O'zi sof og'irligi 560 gram, ya'ni idishda 70 dona kapsula bo'ladi, lekin menga boshqa mahsulotlar olganimga, zdatchiga, ya'ni qaytimga 3 dona bergan edi. Ikkitasini sinab ko'rib, effektini olib, ishonch hosil qilganimdan keyingina uchinchisini video obzor qilib joylashtirdim. Hozir ko'rib turganingizdek, kir mashinkani yoqdim. Qizil qulfchasi, ya'ni o'sha blokchasi yondi. 1 soatdan keyin kiyimlarni olaman. Ishlatgandan keyin hidi butun uyingizga tarqaladi. Endi domda turadiganlar, uyda quritadigan bo'lsa agar shunaqa. Undan tashqari hidi taxminan 1-2 kun kiyimlarda, ayniqsa mana bu yostiq jildlaridan umuman ketmaydi. Shunaqangi mayin, shunaqangi yoqimli ifori bor. Har kimni didi har xil. Shaxsan menga tabiat ifori juda ham yoqadi. Bu kapsulamizda aynan mana shu tabiat ifori mujassamlashgan. Menga mevali, har xil qanaqadir tropiklar uncha yoqmaydi, lekin aynan mana shu tabiat iforligligi uchun ham oldim zdatchiga, boshqa charog'i ham bor. Buni obzor qilganimning sababi Greenleaf kir gellari, kir yuvish kukunlarini asosan hidi past bo'ladi. Oldingi videolarimda aytganman. Aynan bu mahsulotimiz esa ham hid beradi, ham tozalaydi, ham oqartiradi va eng muhimi ximikatsiz, allergiya chaqirmaydigan mahsulot bo'lib hisoblanadi. Barchaga tavsiya qilaman.